Odamlar soatni nima uchun taqadi? Soat ko'rish uchunmi? Soat ko'ramasa telefon ham bor-ku. Masalan, men o'zim soatni, ya'ni kiyimim bilan, stilim bilan tushirish uchun stil o'rnida taqaman. Hozir buni Kozma akamlardan ham so'rab ko'ramiz. Kozma aka, aynan soatni siz nima uchun taqasiz? Stilingizni uyg'unlashtirish uchunmi, yo soat ko'rish uchunmi? Nimaga taqasiz soat? Soatni aksessuar sifatida taqaman baribir. Keyin status beradi. Boradigan joy, masalan, ertalab oshlarga klassikalar kiyganimda aniq taqaman bitta soat. Anaqa beradi-da. Ya'ni status uchun taqasiz. Ha. Rahmat. Sog' bo'l. Keyingi akamlardan so'raymiz. Jo'dat aka. Hop. Soatni siz nima uchun taqasiz? Mikrofonni Kutilmagan ushlaring. savol bo'lib qoldi ekan. Soatni man bu kimga va'da bersam, vaqtida borish uchun taqaman ukam. Shu Ya'ni vaqt uchun, vaqtni ko'rib turish uchun. shunaqa. Rahmat javobingiz uchun. Sog' bo'l. Ko'rdinglar, aynan sizlar soatni nima uchun taqasizlar? Kommentariyada yozib qoldiringlar.